Sultonxonim, ko'rgan kechirganingiz shu bo'lsin. Alloh sabr bersin sizga. Sog' bo'l. Xudoga shukr, Jahongirning ahvoli yaxshi. Xabaringiz yo'qmi hali? Niso nimalar deyapti bu? Hukmdorim betoblar. O'lim to'shagida yotganmishlar. Kasal bo'lma, iltimos sensiz nima qilaman? Bizga baxtlar Sulaymon, menga tirik deyishdi. Qo'rqma Xurram. o'zga yorlar Akam tirik. darmon emas. Agar ummon siyohdonim, daraxtlar qalamim bo'lsaydi, bu ayriliq azobini qog'ozga tushira olganimda edi. Ular Allohimga bu oshiq qulingni qovushtir hukmdorim bilan deya nola qilgan bo'lardi. Qalbimning bir parchasi sultonim, sizni Rabbim ixtiyoriga topshiraman.